Bugungi video top 5 ta modlarni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Nosirov AMC va bugun biz top 5 ta modlarni ko'rib chiqamiz. Aytganimdek, xullas birinchi modimiz ko'rib turishingiz mana electronic device. Mana bu narsalar va bularni biz mana qo'yib ko'ramiz. Bu va bu. Buni devorga osish kerak edi. Bunaqa qilib. Birinchi mod shu modimiz. Mana bu telefonlar ham bor. Mana shu birinchi modimiz. Mana qizilda qo'yay. Mana va bu birinchi modimiz. Bu yerda blender, keyboard. Mana hozir keyboardni ham qo'yib beramiz. Bu qo'yilmaydi ekan. Mana blender. Mana bu yerda black nima keys ham bor ekan. Mana bu birinchi modimiz. Ikkinchi modimizga o'tadigan bo'lsak, mana bu eshik modi. Mana bola. Uji ikkinchi modimiz mana bu ikkita o'rban. Mana bu keyin bu yoqiga esa bu. Bundan tashqari bu yerda nima ham bor? Mana garaj nimasi. Nimcha desaklar tushmayapti. Bo'ldi. Mana bu yerda bunday nima ham bor. Mana bola. Mana shu hamma modlar, hamma nimalari. Boshqalarini o'zingizlar qilib chiqib olasizlar va bu yerda bu nimalar ham bor ekan. Mana bu stenalar, mana. Va mana bu nimalarni qarang. Animatsiyalari ham juda chiroyli. Quloq senat. Ko'rasizlar bolalar. Nimalarni qarang. Mana bu o'ng tarafdagi nimani bossangiz bunday bo'ladi. Chat tarafdagisini bossangiz otadi. Bu yaxshi mod. Bu modni ham qo'shasizlar va yana bitta moddan tashlab qo'yaman. Ashim bilan birga o'ynaladi. Yana bittasini qo'shmasalar, ikkosini ham qo'shasizlar. Bittasini qo'shsanglar, bittasi ishlamay qoladi. Va to'rtinchi modimizga o'tadigan bo'lsak, yurishlar. To'g'ri yur. Shuna kusa. Qani o'tirib olib qilamiz. Dok.
Wow, chiroyli chiqarkan. Bitta o'qlari bor o'zini, mana misk narsalar, bitta bombalar bor ekan. Uni snayperlarni olamiz. Bitta buni ham sinab ko'ramiz teparoqda. Chiqib tur. Ha, shunimi? Vashit. Buni yomon emotsiya berib qo'ygan ekan. Voy, bittada o'ldirar ekan hamma yo'qda. Hamma yo'qdimi? Hamma yo'qda emasmi? Lekin bitta otishda o'ldirar ekan. Qani, shunimi? Bo'ldi. Shunimi? Bo'ldi. Minus. Bu snayperlar hayotiga to'g'ri keladi. Snayper hayoti deb video qilsalar, bunga chiroyli tushadi. Qayerda? 4-modimi qo'shib kiraman. Ungacha hozir nima qilib bo'laman. Modlarni qo'shib keldim. Va 4-modimiz mana bu bo'ladi. Bu bilan zo'r narsalar qilsa bo'ladi. Mana masalan, mana bu blokni olamiz va kub qilmoqchi bo'lsak, mana bunday mana tayyor. Bitta har xil narsalar bor. Hozir biz tinchi olib ko'ramiz. Mana qishloq uchun sovg'a bo'ladi degan umiddaman. Sovg'a bo'ladi degan umiddaman. Ko'rdinglar, bu yerda kub qilsa bo'ladi, bunaqa katta joy qilsa bo'ladi, mana joy qilsa bo'ladi mana. Va buni o'chirish mana disable. Va to 5-modimiz bolalar. 5-modimiz o'zi mana bunaqa kitobchalar bizga beradi, mana bunaqa va mana bunaqa. Va bularni biz o'qib chiqamaymiz, chunki biz uni bilamiz. Va mana bunaqa joy bo'ladi va bu yerga kirib xohlagan mashinalarni mislab bo'ladi. Mana hozir bitta bavani qo'yib ko'ramiz. Mana bolalar. Bu nimani eng qiziq joyi mana bu narsasida. Stage 5 ni ochib bu yerga qo'yganimizda endi mashinani ovozini eshitamiz.
Ocholmayapti. O ana, o'lgan bo'lsanglar. Bitta. Biz qishloq qani? Yo'q. Yo'q. Ishlamay qoldi. Ana bizning mashinamiz va oldida turgan ekan, mana biz o'tib ketib qopmiz. O'zi shu. Yo'q bo'lmas ekan. Va bugungi videomiz tugadi. Hammaga xayr.